Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada size Gazi Rozi. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sizlerge 2021 yıl 2. ayının 24. günü vatandaş. Bugün sizlerge vaziyet doğrusun gap kılsak mında kısa haber değil. Bu ne? Vaziyetke ait. Sabık Prezident Trump'ın siyaseti varaşlı kılışma. Anlaşılan qaraganda Prezident Joe Biden zor imborga qilish siyasetine o'ttirib elib chiqdi. 24 kuni Yaponiya matbuoti xabar tarqatib mundaq ko'rsatdi vatandosh. Prezident Joe Biden musha oyda ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Tayvan, Yaponiya, Koreya ve Avustraliya qatorliq ittifoqdoshlar bilan hamkorlashib, Android ve taktiklik muhim moddiy buyumlar bo'yicha ta'minlash liniyasi qurishni tezlatib, Jungoga tayinib qilishni Undan boshqa xabardor kishilar mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Rossiya hukumati ökçü Navalnyni kesim qilib turmaga tashlaganligi sababli Rossiyani nayti ig'ar embargo qilmoqchi bo'lib o'tdi. Kelgusi bir necha hafta ichida Yevropa ittifoqi bilan qadamni moslashtirib, embargo qilish tartiblarini o'ttirib olib chiqdi. Vatandosh, Jiang Zemin guruhi yana bir xabar. Şangang'da çekinişke başladı. İki kurultayda Xi Jinping Jiang Zemin guruhiga qo'l soldi. Li Yipeng 2. ayının 24. günü yutib. Endi kelaylik vatandosh bu yerda hozir Navalniy sizlarga Rossiyadagi o'qituvchi, demokrat o'qituvchi qo'lga olindi. Bu bir uni jazolash, shuning uchun Rossiyani jazolash, embargo qilish o'tirg'i chiqdi deyildi. İkincisi, en asaslı ta'minlash liniyasi. Bu liniya bo'yicha aytganda diqqat qildingiz, torbettirdazi bir xabarlar paydo bo'ldi. Bu xabarda nima desangiz, Jungo hozir Amerika Qo'shma Shtatlariga serak topa. Strategik moddiy buyumlar kon mahsulotlarini eksport qilishni to'xtatdi. Jungo to'xtatdi. Bunun bilan hozir tor betida chiqqan xabarlar nima deyildi desa, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir F-35 dunyo bo'yicha eng ilg'or kurashchi aeroplanni ishlash liniyasini to'xtatdi deyildi. Endi rasmiy yolg'on bilmaymiz, tor betida shunday chiqdi. Demak, serak topa shuning uchun kerak. Serak topini bugun Xi Jinping hukumati Amerikaga eksport qilishni to'xtatdi. Ana hozirgi vaziyat mushu. Endi Navalniy voqeasi tufayli Rossiya bilan Yevropa ittifoqi Amerika bilan Yevropa ittifoqi qadamni moslashtirib, Rossiyani embargo qildigan bo'lsa, endi aran turayotgan Rossiya iqtisodiga qanday zarba elib keldi? Bu oldimizdagi ish. Tuniga so'zlagan leksiyamizda vatandoshlarga biz shunday bir gapni qildik vatandoshlar. Onun o'zi nima siyosiy ufqam? Masalan, deylik, Uyg'uriston, Xinjiangning ahvoli qabul qilg'ili bo'ladigan doiradan olqib ketdi. Bu yerda Uyg'uriston, Xinjiangning ahvoli qabul qilg'ili bo'ladigan doiradan olqib ketdi degan vaqtida sening bostirishing, sening qo'lga elishing, sening jazolashing atalmish qonun bilan kesim e'lon qilishing va yoki bir taraf qilishing normal bo'ladi. Sen egilik huquqliq davlat, biz ham egilik huquqliq davlat. Shu vajdan shundoq mo'minta yoki shundoq normal ahvol ostida qisman bostirishingga yo'l qo'yiladi. Buni biz davlatning egilik huquqi deb o'ylaymiz. Ham shundoq muomala qilamiz. Biz seni butunlay shundoq qilmaysan demadik. Lekin bu chek bir normal chekning.
Yoki bir normal dairede elip beriladi. Şu dairede elip berilisi bu normal buludu. Ve kişilerin akli münasebetlardaki özara beliş girişlerdeki diplomatik münasebetlerde muayyen devirde kubul kılgılı buludu. Lekin bugün Uyguristan'daki ahval bu normal daireden alıp ketdi. Şuna halkara cemiyet kubul kılanmaydı. Ve sana münasebetlik her kandak devlet, meyli diplomatiya cihetisini itiraf kılgan devlet olsun, çünkü ulamı bundak normal çektin. Yoki muayyen dairden alqıp ketken bastır işini kubul kılalmaydı deganlikdir. Hürmetlik vatandaşım. Onun ki yana bir hukum nima? Vatandaş tüngün tüzüqo. Yana bir hukum normal kubul kılış dairesal anadeken yani bir hukum tünügün dedik körsettik ki vatandaşlarında muayyen milletine ve yakın muayyen etnik grup planı muayyen turmuş şaraiti işçiga kapsap koyuş. Yoki muayyen turmuş şaraiti işçidilli faaliyet kılıdığan kengaymaslik, terakki kılmaslik, terakki kılış ve kengiyiş, intiliş yolunu çeklep taşlaş. Çekli bitiş. Bu yüzümüzden beşi de öttü vatandaşım. 70 yıldan beri bizden beşimizde öttü vatandaşım. 50. yıllarda Uygur'un ziyalilerini bastırdı vatandaşım. Uygurların ölüm ağlarını bastırdı. Baylarını, yukarı tabakasını bastırdı vatandaşım. 50. yıldan başlayıp Xitay bastırdı. 57. 58. yıllar kelgende Uygurlar aslında kötürülgen yoki narazı bolgan. Mesela avtonomiya kurulup avtonomiyani sen öz diginin büyük yolga koymadın deb kötürülgen milli oyg'unish davri yoki iddia jihati oyg'unish davri. Buni Xitoy yerlik millatchilikka qarshi deb atadi vatandaş. Bastırdı vatandaş. Endi 60. yıllara kelgende Xalq İnqilab Partisi kuruldu vatandaş. Rus bilan Xitoy o'rtasidagi chek ang paydo bo'ldi. Rossiya bilan Xitoy o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Bu ziddiyat 1964-yilga yetib kelganda Xrushchevni taxtdan tushadi. Mushu tufayli balki xalqaro kommunizm markazi dedi. Mesela 1964 yıl 10. ayının 16. günü Xrushchev taxtdan tushish bilan Jungo Kompartiyasi nima ish qildi? Atom bombasini portlatdi vatandaş. 65. yıl 1965 yıllardan başlap Kompartiya nima ish qildi? Rossiyaga qarshi. Komünizmni qarshida yoki ideologiyalik urush harakatine başladı. 9 bahosh riboud e'lon qilingan 9 parcha maqola. Buning ichidagi bir sozirchi esimda turibdi. Xalqaro kommunizm harakati va Xrushchevning bir qacha qo'rdoq kommunizmi. Endi mushu vaqtlar qaraydi Uyg'urlarning taqdiri nima bo'ldi? Xitoy zodi nima qildi? 50-yillarda Uyg'urning qo'lida yerni tortib oldi. 56. yılga kirgan kooperatsiya degan narsani ijod qildining keyinda kommunar degan narsani ijod qildi. Bir qacha qozoq, bir qacha umoch, bir Doshqozonda qaynaydi, bir yezi, bir kent, bir aholi xalqi Doshqozonga qarab turdi, umochni qo'chib, qozoq qachonga qo'yib turdi, boshqa tamoq yemak yo'q. Ochliq bileti, rax bileti. 1 metr rax uchun 1 metr bilet kerak. Açlık için 1 kilogram bilet deydiğen bilet çıkarıl, şu bilet olmasan açlık yok, ne yok. Uygur ne muşa algı düşedi demek kapsap kaldı. Bugün qaraylı biz müşak yenip çıkandayken payda bolgan suallar, payda bolgan hareketler qaranglar. Yerni kim teri alırsa yerini şununla biriş. Bunun ma'nosi nima vatandaş? Onun nazarida Uygur yer teri almaydı. Uygur yer terigan emas. Uygur tarixchilikni bilmaydi. Ko'chman Xitoylar biladi. Yer teri alaydi, tarixchilikni biladi, dehqonchilikni biladi. Shunga Uygurning qo'ldagi yerini tortib olib, ko'chman Xitoylarga elib berish. Vatandaşım, 54. yılı kurulgan Bingtuven işlep çıkarış kuruluş Bingtuven Uygur'un bütün bostanlıklarını, ikiz yerlerini, ikiz zarlıklarını, tetir yerlerini, yani boluk yerlerinin hepsini tartıp aldı. Uygur'da işlemi yok, hürmetlik vatandaşım.
Şu günden başlap da kazıgıça ki hadigen günden başlaganda mesela Xitayning ichki өлkelerdeki şirketlerge ve başkalarga piste badam gerek bolsa, etizlikni tuzlab piste badam köçütü koydu. Ürek ve yanaq gerek bolsa, etizin tuzlab ürek ve yanaq koydu. Anladığınlağı bir vaxtlarda haberler çıktı o. Mesela kamçı purçaq terisen bugün, pomidor terisen ete. Yesivelek terisen erti. Bunun mänisi neme? Mustamlike pilallık iktisat Uygur'un beşiği geldi. İşkiri Xitayda sanaat, yenik sanaat, eğir sanaatga neme gerek bolsa Uygur işlep çıkırış gerek. Elbette bir kan mahsulatlarından yanında Uygur yok hürmetlik vatandaşım. Yenik mahsulat, yenik sanaatdan aldı da mesela toqumachılık sanaatı paxta kivez gerek. Xitayning qo'sag'ini beqisho qo'saqqa ochliq kerak vatandosh. Ocharchilik yildirdi Xenan bilan Shanxayni. Ocharchilikdan qutuldirgan Uyg'ur xalqi ishlab chiqarilgan ochliqni to'shib shu yoqqa elib ketib, ocharchilikdan qutuldirgan Uyg'ur xalqi o'zi ochliqdan o'ldi vatandosh. Demek Uygur'un hem muşundaq şarait asığı düşürüp koyun. Bugün bu yerda hazır xalqaro 48-yil imzolangan xalqaro kishilik huquq yoki xalqaro irqiy qirg'inchilik to'g'risida ta'birda nima dedi? Bir millat va etnik guruhni majburlab muayyan turmush sharoiti ichiga qapsab qo'yish. To'g'rimikan ya qanday vatandosh? Endi siz kelib ekan hozir qarab ekan. Hozir turpan bul yo'qda tekkek nima taklani. Üzüm tekdir dehqonning qo'ldan tortib oldi. Uyg'urga eshib qolgan taklardan elingan 1 kilogram üzümni Ürümçi bozorida yoki turpan bozorida sotganda masalan deyli 2 yuan bo'lsa, Uyg'urning qo'lidan 2 yuandan setib olsa, o'xshash shundaq üzümni ishlab chiqargan Xitoy dehqonlari, Xitoy tejimallari, ko'chmanlarining qo'lidan bu 1 kilogram üzümni 4 yuanga setib oldi vatandosh. Kendinizmi bahada kemsitish. Yıl boyu açlık işlep çıkarırsınız. Onun bahanı kim koydu? Sizde baha koyuş hukuku var mı? Sohbet siz neredesiniz? Qoğunga baha koyalamsınız. Bir top kivel şadısıga baha koyalamsınız. Bir tal açlık ya 1 kilogram açlık ya ki 1 tonna açlıkka baha koyalamsınız. 1 tonna özünüz işlep çıkargan paxtıga baha koyalamsınız. Bahada kemsitish, bahani monopol qilish, moddiy buyumlarni monopol qilish, ishlab chiqarish sharoitini monopol qilish, majburiy qapsab qo'yish. Majburlab bir turmush sharoitiga qashlab qo'yish. Umumiyatdan qaraganda Uyg'urning turmushini hurmatli vatandosh şu vaqtlarda hozir yo'q-ku, hozir tugidi-ku. Mechitga berishga ruxsat, masjidga berishga ruxsat. Masjiddan qoidalab chiqib kollek to'poldi qiladigan faoliyating o'lim yetim murosimi. Meyit uzutish, to'y to'kin murosimi, xatni to'y qilish, Kız bola vaqağının toyunu qilish. Moşa, sizge qaldırılgan moyet moşa. Sizge qaldırılgan faaliyet makanı moşa. Onundan başka bir millet süftüdü siz qılalaydığı hiç qanday iş yok. Hürmetli vatandaş. Türgen muayyen turmuş şarait içige qapsab qo'yish dedi. Onun ma'nisi mana shu. Siz hazırgacha harbiy sepkirga Uyg'urlarni bilasiz. Biriniz berib harbiy sepkirga Uyg'urlardan so'rab baqdingizmi? Vatandoshim. Hozir qurultoychilarning bayonotchisi Dilshod Reshid Xinjiang Junchi harbiy rayonining askari Lianjiang darajalik batalyon darajalik kadri. Bununla men hayron qoldim. Undan boshqa mush harbiy sepkirga Uyg'urlarga o'q etishni o'rgatmaydi, ishonamsiz? Onun qoluğuya avtomat vermedi. Sürat kitap için kirek bo'lganda boyniga esib qo'yishi mumkin. Bo'lmasının qoluğu avtomat miltiq o'q dur degan narsa qoluğu tutqizmaydi, bilamsiz? Vatandoshim, ularni ish qil deb savol qo'ying. Oshxonada ishlaydi. Aşxanaga o'ti yerdi, ko'marek ko'mir qalab birdi. Orbekashlik qildi, saman to'shaydi, bedi to'shaydi. Yo'l va harbiylar kerak bo'lgan yo'lda ishlaydi, yo'l qurilishida ishlaydi, sapyorlik ishlaydi. Mana shu. Sizdan qabul qilingan askari odamlarga Xitoy hukumati hargiz harbiy ta'lim tarbiya beradigan ishni qilmaydi. Taqdir mana shu vatandosh.
Hazır sizge mağrib sistemasiga qarang. Mağrib sistemasi kimni tarbiyaleydi? Uyg'ur g'azg'ich kimni tarbiyalab keldi? Biri o'qituvchi. Aqartish ishlari bilan shug'ullanadi. İkincisi doktor, sestra, davalash ishlari bilan shug'ullanadi. Lekin doktor Uyg'ur emas. Anda-sanda chiqib qoladi, uning qarab turmang vatandoshim. Qashqa harbiy rayonning doktorxonasida birli Uyg'ur, Qashqa harbiy rayonning doktorxonasi Kerem bog'da birli doktori bor edi, Uyg'ur. Bütün Uyg'ur xalqi Qashqar otish bu rayondagi xalqi o'sha odamning ismi bilan o'sha odam kasallik ko'rsatamiz deb Qashqarga boradi. Lekin boshqa doktorlar hammasi Xitoy. Sestra Uyg'ur. Ko'rdingizmi kamsitishni? Siz Urumchi tug'an bo'lsangiz, o'ltiraq rayonlarga qarab boqing, kamsitishga qarab boqing. Agar bino bir qavat bino silingan bo'lsa, uning o tarafida ko'mir duvisi yoki golupang degan o't qalaydigan. Qozonga o't qalaydigan ko'mir duvisi boyada bir apartman bo'lsa, u yerda Uyg'ur o'ltirdi. Boshqa kishi yo'q, Xitoy yo'q. Xitoyga boshqa tarafini berdi, ko'mirdan chiqadigan changdan qochirib. Bu o'ltiraqlashdi, kamsitish vatan. Nayt oddiy ishlar. İşin özü hammasi oddiy ishlardan boshlandi vatandoshim. İşin hammasi tafsilotdan boshlandi ma'ni bir qon. Biroqli go'krabda keldiga harakat va ish bo'lmaydi. Hamma ish tafsilotdan boshlanadi. Bir tuğan elib kelsin mushunchakka tushdim boshlanadi vatandoshim. Buning hammasi nima yig'ib kelganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yili e'lon qilgan xitobnomasi, irq yo'qotish to'g'risida xitobnomasida muayyan turmush sharoitini mixlab qo'yish, qopsab qo'yish. 70 yil Uyg'ur xalqi mushuni bashdan ko'chadi. Buguncha endi Angliya nima dedi? Sanoatlashgan ko'lamlik, sanoat ko'lamlik. Uyg'urlarni majburiy ishlatish, nazarband qilish, tarbiyalagan bo'lish, uning bola chaqasini ayirib etish bir-biridan. Oxirgi hisobda nima? Yana pilalliq tug'ut bilan cheklash, qirg'in qilish, ya'ni pilalliq qirg'in qilish. Oshkorlashib mush davr keldi. Shunga hozir Angliya dedi, so'zi degan shu so'zni. Masalan, Angliyaning tashqi ishlar ministri Dominic Raab dedi, insoniyat qabul qila oladigan chekdan normal chekdan eshib ketdi Uyg'ur. Qaratilgan bostirish va qirg'inchilik siyosati. Mana bu tunigan kechki hukumning ta'biri. Hurmatli vatandoshlar. Yani nurg'un so'z o'tib qoldi, leksiyamiz uzrab ketmasa kechiringlar. Yana bir vaqt keladi.